Erkaklar, bu belgilarni bee'tibor qoldirmang. Tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash, og'riq bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa og'irlashadi. Prostamix sedanachi Muxtor milliy brendidan erkaklar salomatligi uchun eng kuchli mahsulot. 17 xil tabiiy giyoh prostata muammolari va quvvat pasayishini oldini olishga yordam beradi. Halol va ISO sertifikatlariga ega 10 yillik ishonch. Faqat bugun 50% chegirma. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Murojaat uchun 55 kodi bilan 513 99 99. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Die Welt agentligining axborot berishicha, Gamburgdagi Bundeswehr universiteti 13 fevral kuni Rossiyani Boltiqbo'yi davlatlariga, xususan Litvaga hujumi bo'yicha harbiy simulyatsiya natijalarini e'lon qilgan. Unga ko'ra, Ukrainadagi ehtimoliy sulhdan so'ng Moskva o'zining harbiy kuchlarini qayta joylashtiradi va gumanitar inqiroz bahonasida Kaliningrad orqali Litva hududiga qo'shin kiritadi. Keyingi bosqichda esa dronlar va minalar NATO kuchlari barcha ko'chirish yo'llarini bloklaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari dastlabki 48 soat ichida bu holatni NATO nizomini 5-moddasini qo'llashga to'g'ri keladigan hujum deb aniq baholamaydi. Germaniya va Polsha Amerika Qo'shma Shtatlarisiz qaror qabul qilishda har doimgidek ikkilanadi. Qarabsizki, Litva uzog'i bilan 48 soatning ichida egallanadi va Rossiya, Belarus, shuningdek Kaliningrad orqali Boltiqbo'yi mintaqasi ustidan o't ochish nazoratini o'rnatadi. Avstriyalik harbiy ekspert Frans Stefan Gadi simulyatsiyada ishtirok etgan shaxs sifatida bunday operatsiyaning asosiy maqsadi NATOni tezkor javob berish qobiliyati bor yoki yo'qligini tekshirish uchun amalga oshirilganini bildirgan va Frans Stefan Gadiga ko'ra harbiy alyans sharqiy qanotdagi barcha hududini agar Rossiya hujum boshlaydigan bo'lsa, uzog'i bilan 48 soat ichida yo'qotadi. Eng falokatlisi shuki, keyin bu hududlarni qaytarib olishni xuddi Ukraina kabi imkoni bo'lmaydi. Frans Stefan Gadining yakuniy xulosasiga ko'ra, agar NATO bundan keyin Rossiya bilan tinch qo'shni sifatida yashashni ixtiyor etsa, u holda Moskvani barcha talablarni qabul qilgan va albatta unga berilgan va'daga sodiq qolgan holda Rossiya chegarasidagi kuchlarini olib ketib, bor e'tiborini Yevropani himoya qilishga tashlashi shart. Bu gapga esa tushundi. Endi Qo'shma Shtatlarni Armanistonda atom elektrostansiyasi qurish loyihasini qo'lga kiritganiga oid kutilmagan xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari va Armaniston 13 fevral kuni yirik investitsiya paketi bo'yicha kelishuv imzolagan. Unga ko'ra, Armanistonda Amerika Qo'shma Shtatlarining loyihasi asosida atom elektrostansiyasi quriladi. Jami investitsiya paketi qiymati esa 13 milliard dollarni tashkil qiladi. Bunda Bloomberg agentligining aniqlik kiritishicha 5 milliard dollar atom elektrostansiyasini qurilishiga, 4 milliard dollar esa atom elektrostansiyasini yadroviy yoqilg'isini Amerika Qo'shma Shtatlaridan olib kelishga, qolgan mablag'lar esa infratuzilma va texnologik loyihalarga sarflash ko'zda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlari Kavkazdagi energetik o'yinni o'zgartirish rejasini ishga tushirdi va Moskva hozircha bu harakatga hech qanday reaksiya ko'rsatganicha yo'q. Endi Qo'shma Shtatlarni Ukraina va Yevropadan diplomatik tarzda uzoqlashayotganiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Financial Times agentligining axborotiga ko'ra, 13 fevral kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Marko Rubio München xavfsizlik konferensiyasini Ukraina masalasidagi uchrashuvga kelmagan. Financial Times'ga ko'ra, Marko Rubiosiz uchrashuv Yevropani boshqa davlatlari bilan deyarli mazmunsiz va hech qanday qarorsiz yakun topgan. Negaki asosiy ishtirokchisiz Bryussel hamda Kiyev qandaydir qaror qabul qilishga ojizlik qiladi. Financial Times'ning bildirishicha, bu harakat, ya'ni München xavfsizlik konferensiyasini Yevropa uchun birinchi mavzu bo'lmish Ukraina bo'yicha uchrashuvga kelmagani, Washingtonni katta o'yindan chiqayotgani, shuningdek, uni Yevropa va Ukrainadan uzoqlashayotganidan daraklik beradi. Endi Pentagonni Xitoyning yirik kompaniyalarini Xitoy armiyasi yordamchilari ro'yxatiga kiritgani haqida to'liq axborot beramiz.
Bloomberg agentligining xabar berishicha, Pentagon 13 fevral kuni Xitoyning gigantlari sanalmish Alibaba, BYD va Baidu kompaniyalarini Xitoy Xalq ozodlik armiyasiga yordam beruvchi kompaniyalar ro'yxatiga kiritdi. Bloombergning qayd qilishicha, bu qaror aprel oyiga rejalashtirilgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning Xitoy safariga ta'sir qilishi mumkin. Negaki Pekindagi muzokaralarda Tramp va Xitoy rahbari Si Szinpin o'rtasida Nvidia kompaniyasini H200 chiplarini Xitoyga eksport qilish masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda. Ushbu chiplarni xarid qilishga esa Alibaba kompaniyasi bosh da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Ro'yxatga shuningdek Robosense hamda router ishlab chiqaruvchi TP-Link kompaniyalar ham kiritilgan. Bloombergning ma'lum qilishicha, Pentagonning bu harakatiga Xitoyning kompaniyalari, xususan Alibaba yashin tezligida javob bergan. Alibabaga ko'ra, Pentagonning bu boradagi ayblovli qarori asossiz va Alibaba hech qanday harbiy kompaniya emas. Shuningdek, Alibaba bundan keyin o'z obro'siga putur yetkazishga urinishga qarshi barcha huquqiy choralarni ko'rishi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari urush vaziri Pete Hegsethni ogohlantirgan. Negaki, e'tibor bering, Pentagonning ro'yxatiga Alibaba va Baidu kompaniyalarini kiritilishi ushbu kompaniyalar aksiyasini bir kunning ichida 5% ga pasayishiga sabab bo'lgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.